meditatsiya, meditsina, hattoki media ham emas. Bu mediatsiya. Bugun biz O'zbekiston Respublikasining mediatsiya to'g'risidagi qonuniga kiritilgan o'zgarishlar va qo'shimchalar hamda ularning har birimiz uchun nima sababdan muhim ekanligi haqida qisqa va tushunarli tilda so'z yuritamiz. 2025-yil 20-oktyabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi qonun jismoniy va yuridik shaxslar uchun mediatsiyaning ahamiyatini sezilarli darajada oshirgan qonun qabul qilindi. Eng muhim o'zgarishlar shundaki, endi mediatsiya kelishuvini majburiy tarzda ijro etish mumkin bo'ladi. Bu amalda nima degani? Agar tomonlardan biri mediatsiya kelishuvini shartlarini ixtiyoriy ravishda bajarmasa, ikki tomon ixtiyoriy ijro muddati tugagandan so'ng 6 oy ichida sudga murojaat qilish va xuddi sud qarori kabi ijro varaqasini olish huquqiga ega bo'ladi. Bunda sud nizoni o'zi ko'rib chiqmaydi, balki faqat quyidagilarni tekshiradi: kelishuvning qonuniyligini, tartib-qoidalarga rioya qilinishini hamda bajarilganlik holatini. Ushbu o'zgarishlar mediatsiyani oddiy rasmiy kelishuvdan sudning haqiqiy muqobiliga aylantiradi. Bundan tashqari, mediatsiya qo'llash doirasi kengaytirildi. Endi u fuqarolik va iqtisodiy nizolarda, tadbirkorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarda, bank va sug'urta bilan bog'liq nizolarda, mehnat va oilaviy munosabatlardagi kelishmovchiliklarda faol qo'llanilmoqda. Sodda qilib aytganda, mediatsiya jarayoni tezlashdi, ishonchligi oshdi va huquqiy jihatdan kuchaydi. Keyingi videolarimizda esa mediatorlar reyestri endi qanday ishlashi va Adliya vazirligi buyruqlarida qanday yangi talablar belgilanganligi haqida so'z yuritamiz.